doim shu showroomga kelganimda qiziq ishlar ustidan chiqaman. Asxon aka, bu safar qaysi atachentodan foydalanyapsiz? Bu safar dunyo bo'yasi atachentosini Biancosidan foydalanyapmiz. Ozgina rang qo'shib seriya svetda mayda gul faktura ishlayapmiz. Bu paqirdek ko'rinishimi aka? Ha, bu o'zlari. Bu atachento haqida bir ozgina ma'lumot bera olmaysizmi aka, usta akalarga, mijozlarga? Ya'ni bu qatdan ishlab chiqariladi, necha kvadratga yetadi? Shu kabi savollar. Atachentomiz Toshkentda ishlab chiqariladi. Rasxodga keladigan bo'lsak, xudo xolasa, bitta shu paqiri 30 kvadratgacha, 25-30 kvadratgacha yetadi. Keyin bu aka fasad uchunmi yoki ichkari uchunmi? Hozir ko'rib turganingiz bu ichkari uchun. Ha. Lekin fasadi ham bor. Ishlash qanaqa aka? Usta akalar qiynalishmaydimi? Ishlash eng oson atachentolardan bittasi. Ortiqcha qanaqadir katta mahorat, katta opit talab qilmaydi. Ishlash oson atachentolardan. Atachento qilishda boshlab turgan ustalarga tavsiya qilamiz.